Assalomu alaykum shu Snowflake YouTube'dagi obunachilarimiz. Bugun kunimiz 12-aprel 2026-yil. Bugungi sizlarga berib o'tadigan ma'lumotimiz iPhone'lar haqidagi. Xo'sh, hozirgi kunda bugungi kunimizdagi iPhone'larimiz narxi iPhone 14 Pro ideal holatda, umuman ochilmagan, usta ko'rmagan, deyarli O'zbekistonda ishlamagan. Bu modelimiz bizga Koreya Qo'shma Shtatlaridan yetib keladi. eSIM simlari hammasi rastdan boshqa bo'lgan holatda keladi. Telefonimiz 14 Pro qora rangdagisi. Xotiramizga keladigan bo'lsak 128 GB xotira. Batareya yomkisimizga keladigan bo'lsak 83%. Buni narxini YouTube obunachilarimiz uchun O'zbekiston bo'yicha ham yetkazib beramiz. Qo'ng'iroq qilsanglar raqamlarimizni qoldirgan bo'lamiz. $520 yetkazib beramiz. Ideal holat. SIM, eSIMlari o'tgan holatda, ideal holatda bo'ladi iPhone 14 Pro'miz. Xo'sh, keyingi modelimizga o'tadigan bo'lsak, iPhone 15'imiz juda ixcham, ranglari ham o'ziga yarasha, ayollarimiz uchun ham nafis rangda, rozeviy rangda deydimi, atirgul rangda. Buni batareya yomkisimizga keladigan bo'lsak, 93 batareya. Xotiramiz 128 ta. Bu ham SIM, ham eSIM ikkita SIM kartada ishlaydi. Buni narxini obunachilarimiz uchun $490 qilib beramiz. iPhone 15. Keyin ko'pchilik so'rashadi, korobkalimi, korobkasimiz. Bu modellarimiz bizga korobkasiz keladi. Bexijolat bizda ofitsialniy do'kon bo'lgani uchun kafolatlarimiz bor. Kafolatlarimiz bu modellarimizga 10 kun kafolat beramiz bexijolat. Keyingisi 15 Pro'miz. Bu ham juda ixcham gadjet hisoblanadi. Batareya yomkislari 89%, xotiramiz esa 128 GB. Bu telefonlarimiz ideal holatda bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $635. Hozirgi kunda narxi bexijolat, arzon, hamyonbop. Bundan keyingisi 15 Pro'mizdan keyin bu Max hisoblanadi. Buni korobka hujjatlari bor, 2 SIM kartalik, batareya yomkislari 86. Ya'ni za regionda bu 2 SIM kartalik 256. Korobka hujjatlari bor. Holatimiz buni ham ideal holatda. Urinmagan, chaqa-chuqasi yo'q. Xo'sh, ochilmagan, usta ko'rmagan. Narxiga keladigan bo'lsak, $730 iPhone 15 Pro Max. Keyingi videolarimizda siz bilan Samsung modellarimiz haqida gaplashamiz. Kommentariyada biz bilan bog'laning. Raqamlarimizni ham qoldirganmiz. Qanaqa telefon kerak bo'lsa biz bilan bog'laning. Xohlagan telefoningizni yetkazib beramiz. Like, podpiska bosing, kommentariya bosishni unutmang. Bizni kuzatishni davom eting.